Bugun dunyoga va jahonga so'zlovchilar va rasonalar e'tilof yetkazgich va mardimni tushuntirgich nuqta nazariga muhim naqshi bor. So'zlovchilar har mamlakatga va maxsus Afg'onistonga maxsus joygodan barxurdor va mardim, xalq va davlati ichiga bir puli irtibotidir. Oya so'zlovchilar millat va davlati ichiga xizmatguzorlarmi? Oya so'zlovchi shu e'tilof yetkazgich va mardimni tushuntirgichmi? Asli va kalidi bir so'zlovchini vazifasi nima? Oya so'zlovchi ko'rsatkich va tonitgich mavqif va mavqiyati davlat xalqami? Ulug' Tengri taolani oti bilan aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizion Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari, O'zbek dasturimiz Samangon viloyatidan xush kelibsizlar. Va vaqtingiz xayrli bo'lsin. Guftiguyi maxsusda tuzatganmiz. Va mehmonimiz bu maxsus dasturimizga Mufti Fazil Rahmon Usmoni janoblari Samangon viloyatining maqomini so'zlovchisi. Albatta ishlarini irtibotiga, mas'uliyatlarini irtibotiga va vaziyat rasona va xabarnigorlar Samangon viloyatiga nima raqam ko'proq so'zlaymiz. Salom, vaqtingiz xayrli bo'lsin. Hurmatli Mufti sohib, xeyli xush kelibsiz O'zbek dasturimizga. O'zbek dasturimizning boshlig'i agar salom va kalomingiz bo'lsa, bizlar va aziz ko'ruvchilar eshitamiz. Hamidan va musalliyan ala nabiy sallallohu alayhi va sallam. Do'stlarim va inog'alarim, avval O'zbek tili bilan sizlar huzurlaringizga va ko'rgish millatimizga salom taqdim qilamiz va bizlar ham baynvoni bir farzandi yo bir avlodi O'zbek Samangondan bo'lib va Samangonga so'zlovchi tayin bo'lganimiz uchun O'zbek millatiga xos bir salom aytamiz. Biz به نام فضل الرحمن عثمانی Samangoni atanamiz va bizlar ham Samangonning o'zida tavallud bo'lib, o'ziga yashab, o'zining millatiga bir o'zi so'zlovchi tayin bo'lganmiz. Ko'p yaxshi, kattakon rahmat sizdan Usmoni janoblari va xohlaymiz O'zbek dasturimizda bundan boshlasak, sizning nuqta nazaringizdan so'zlovchi kim va so'zlovchilar nima naqshi bor hukumatlarda ichiga? Bale birodar aziz, so'zlovchilar dar haqiqat bir shaxs yoyinki bir fardi shu jamiyatki uni bir hukumat tomonidan yo bir nihod tomonidan yo bir shirkat tomonidan uni shu nihod, shu hukumat mardumga muarrifi qiladiki, bizlar tomonidan yo biz hukumat tomonidan bu mardumga suhbat qiladi va faoliyathoy hukumatni va xadamot shu hukumatni yo nihodni mardumga yetkazadi. Ya'ni mardumning ogoh qilg'ish shaxsiyati so'zlovchi deb bo'ladi ekan. Ko'p yaxshi, albatta pul irtibot millat, xalq yo davlat ichiga. Bale, pul irtiboti hukumat va millat yo pul irtiboti shu nihod va millat so'zlovchilari bo'ladi ekan. Ko'p yaxshi, hurmatli muftiy sohib, mendan aytib o'tsangiz-ki, bir so'zlovchini asli va kalidi vazifa nima? Bale, so'zlovchilar dar haqiqat shu hukumat tomonidan yoyinki nihod tomonidan tayin bo'ladi. Bizlar bularning vazifalari ko'p bo'lgan. Ya'ni agar bizlar shu vazifahoyki so'zlovchiga muhim, xeyli arzishmand shu mavoriddan suhbat qilsak, avval shuki bir so'zlovchiga bir nihoddan tomonidan yo bir hukumatning tomonidan tayin bo'ladi. Mardumga payomhay rasmiy shu nihod yoyinki hukumatni tahiyya va tanzim qilsa, mardumga shu payomni batavri shifof va durust va voqe'binona yetkazsa. Do'm mardum va millatdan shu hukumatdan yo shu nihoddan ba'zi savollari bor ekan. Shu savollarga so'zlovchi bo'lat posufgu bo'lsa, ya'ni mardumga javob bersa-ki, mana shu hukumat senlarning bu savollaringa bu faoliyatlari bor, bu xadamotlari bor, bu ishlariga iqdom qiladi deb mardumga javobgu bo'lsa bo'lat. Va
Uchinchisi, mardumga hukumatning yo shu nihoyatning tasmimlaridan itloo bersa, ahli rasonaga, millatga va har bir fardiki jamiyada zindalik qiladi, hukumatdan shu nihoyatdan bir umidi bor, shularga boyat ogohi bersa, shularda tasmimi hukumatdan mardumga ogohi bersa. Va to'rtinchisi shulki faoliyathoyi hukumat yo shu nihoyatdan xabar tuzatib, musohabat tuzatib, guzarish tuzatib, mardumga omoda qilib, mardumning xizmatiga qaror bersa, bu vazifalar bir so'zlovchining darhaqiqat vazifahoyi muhimmi ekan. Ko'p yaxshi. Bundan aytib o'tsangizki, e'tilolar qaysi paytlarga boyad rasonalarda qo'liga berilsa va yo qo'yilsa. اطلاعات در کل اطلاعات محرمانه بار، یعنی اطلاعاتی که خاص به خاطر انجام فعالیت برو حکومت انجام تاباده بلار خو شخصی بولاده، مثل این که بزلر بین قطع نظر از سوزلوچی حکومت بزدین اوزمزدین بر شخص محرم ایشمز بار bu mavaridlar hech vaqt ham xolamaydi, hech hukumat ham, hech bir shaxs ham ki bir roz و رمز محرمه مردمگاه پاش بوسه چون محرم. اما در کل حکومت به نسبت ملت به نسبت حکومت bu mavaridda har bir faoliyat, har bir ittifoqot, har bir havodis keladi, boyat buni so'zlovchilar mardumni ogoh qilsa, chun mardumning umidi bor, mardumning orzusi bor shu hukumatdan, shu bir nihoyatdan boyat bizlarga xizmat qilsa, faoliyat qilsa, shu jihatdan umidi mardum boyat tahaqquq tobaydi, mardum bundan ogoh bo'lsa. Va hamchinon bir ittifoqot yoki bir havodis keladi, mardum parishon, shu so'zlovchi rasmiy boyat mardumga ogohiyat bersaki, mana bu ittifoq yoki noguvori yoki muvaffaqiyat voqea bo'ldi, faqat mana shu sathkash, mana shu andozaga, bundan tashqari, bundan ziyodroq mardum parishon bo'lmasa. Bale. Oya so'zlovchilar davlatning mavqeatini millatga va xalqqa ko'rsatkich va tanitkichman. Bale, so'zlovchilar uchun avval muqaddimaga ham aytdik, bir shaxsiki shu nihoyat shu hukumatning tarafidan tayin bo'lgan shaxsiyatlar bo'ladi. Bularga tayin bo'ldi, mardumning ko'zi, mardumning qulog'i, shu so'zlovchilarning suhbati, shu so'zlovchilarning aytgan gapi. Shu haysiyatdan vaqtiki bir so'zlovchi yo bir suxango'y vaqtiki hukumatning faoliyatlaridan mardumga xabar beradi, mardumning orzularining tahaqquq topganidan xabar beradi. Yo'inki bir havodisiki mardumni parishon qilibdi, bir so'zlovchi mardumga ogohi beradi, mardumning parishonligi kam bo'ladi. Shu haysiyatdan agar idoma bersak, hukumat vaqtiki bir faoliyat qiladi, bir nuqtai xos yoki bir mantiqiy xosga bo'ladi odatdan. Chun agar bir faoliyat bozsozi bor, bir mantiqiy xos, garchi manfaati omma, ammo bir jo'g'rofiy xosga bo'ladi. Shundan hamma millat uchun manfaati unga ta'alluq topgan xabar bo'lsa, hukumatga ko'pdan ko'p hukumatdan rozi bo'ladi. Rizoyati millat hukumatga bir kilidi muvaffaqiyat. Shu haysiyatdan so'zlovchilarning faoliyati hukumatga faoliyati kilidi deb bo'ladi ekan. Ko'p yaxshi. Albatta bir nuqta nazardan gapirsangizki, siyosini tavsiya berish uchun yo siyosatni yuqori qilish uchun va mardumni munsajam va به حساب شریک qilish uchun yo mushorakati mardumi nuqta nazaridan shu so'zlovchilar qancha naqshi bor va qancha arishmand. Bale birodar aziz, chun millat yo mardum hamma hushyor, ya'ni hamma ahli tadbir va andisha. Tadbir va andisha gireh topgan, ya'ni mutaalliq shu mardumning ogohiligiga. Agar mardum ogoh bo'lsa, mardum ittilosi bo'lsa-ki, mana shu hukumat bizlarning xizmatimizga, mardum ogoh bo'lsa-ki, hukumat faoliyat qilyapti, mardum ogoh bo'lsa-ki, hukumat voqean shab-ro'z zahmat qiladi va be xotir amniyati mardum, be xotir iqtisodi mardum, be xotir peshrafti mardum, be xotir tahsili mardum, hatman mardum hukumatga hamkor bo'ladi. Va shu siyosatdagi hukumatning tabor shu siyosatga mardum hamkor bo'ladi. Vaqtiki hamkor bo'ldi, har bir hukumat har bir zamonda agar
muvaffaq hukumat o'tibdi, shu shartki boyad millat unga hamkor bo'lsa va hamkori hukumat millat va hukumatga mana shu so'zlovchilarki mardumga ogohi beradi, mardumning andisha va fikriyasini tuzatadi. Shu jihatdan so'zlovchilarning bir joygohi xos va bir harakati xosi baxotir peshrafti siyosati hukumatga ham bor ekan. Bale. Bundan aytib o'tsangiz-ki, bir so'zlovchini nima raqam robitasi yo irtibot va hamohangisi rasonalar maxsus davlat muqomlari bilan bo'lsa. Bale, birodar aziz. So'zlovchilarning chun o'rtaga avval muqaddimaga ham aytdik, yo savol avvalga ham aytdik, bir pul irtiboti har bir pulning ikkala tarafga irtiboti bo'lishligi shart. Siz bizlar agar zohirga, dashga, mantiqaga ko'rsak, bir pulki bor ham u tarafga ham bu tarafga bir ta'alluqi bo'ladi. Toyinki ikkovini bir-biriga vasl qilsa. Shu jihatdan so'zlovchilar hamki pul irtiboti bo'lsa, boyat millat manam, ahli rasona manam va afrod mutanaffiz manam irtiboti barqaror bo'lsa va har vaqt mardum har bir shoyat farokandagi bo'lsa, yoyinki har vaqt bir mushkuloti bo'lsa, so'zlovchilarga yetkazsa, bir samimiyat va bir do'stdorligi o'rtaga bo'lsa, chun agar bir samimiyat, agar bir do'stdorlik, agar bir irtibotki bo'lmasa, mardum shu mushkulotini, mardum holati zindaligini, mardum shu zaruratlarini maqomatga yetkazolmaydi. Shu jihatdan irtibot va mardum bilan ham zarur ekan, boyat so'zlovchilar mardum bilan xos bir irtiboti bo'lsa. Do'm so'zlovchilar uchun faoliyatlar shu hukumatni mardumga yetkazadi va xadamot hukumatni tang mardumda ogoh qiladi. Va yoyinki mardumga bu itminonni beradiki, hukumat shab ro'z, kecha va kunduz mardumning manfaatiga, oromishiga talosh qiladi. Shu gap uchun boyat harakat va faoliyatlar maqomatdan, ya'ni hukumatdan ham ogoh bo'lsa, ogohi dar surati hosil bo'ladiki, bir irtiboti xos maqomat bilan bo'lsa, ular bir harakat qiladi, har joyga boradi, har bir ishda anjom beradi. Bundan boyat so'zlovchilar ogoh bo'lsa, shu haysiyatdan so'zlovchilar mukallafki ham mardum bilan mardum bilan ham hukumat bilan komilan irtiboti barqaror bo'lsa va nazdik bo'lsa, ikkala tarafga nazdik bo'lsa. Ko'p vaqt tezroq o'qinish ko'rsatgan, qobil e'timod va mudiriyat ush vijagi bir so'zlovchi. Bale. Agar olsak javobingiz biz so'rag'ishga bali bo'lsa, nima dalilda? Bale, birodar aziz. Avvalgi voqinishi sari yoyinki tezroq irtibot qilishlik, tezroq javob berishlik, bosiq berishlik bir so'zlovchiga muhim. Chun agar bir mughriz, agar bir afrodiki jamiyaga bir shoyatni farokanda qiladi, mardumning o'rtasiga taylab, mardumni millatni faroishon qiladi, shu mardumga boya so'zlovchilarning sari voqinishi bo'lsa, ya'ni mardumning fikrining faroishon bo'lishligidan so'zlovchilar hifozat qiladiki, unda daf'atan shu lahzaga boyat yetishsa va mardumdan hifozat qilsa, mardumning fikr va andishasini, mardumning ruhi ravonini hifozat qilsa, voqinishi sari yoyinki tez bir mavzuga fosuq berishlik shu haysiyatdan xeyli ham muhim ekan. Va dugum qobil e'timod bo'lishlik bir so'zlovchiga zarur. Baxotirki mardum avvalga ham aytdik, mutavajjih shu so'zlovchi bir maqom bir hukumatning tarafidan nima gapni aytadi va nima mardumga itminon beradi va shu so'zlovchining gapiga bovar qiladi. Vaqtiki so'zlovchi bir shaxsiyati qobil e'timod bo'lmasa va so'zlovchi bir shaxsiki mardum aytganlariga e'timod qilib, ruh ravoni oromish topmasa, hargiz bu hadafi so'zlovchi, tayini so'zlovchi ki bir hadaf bor edi, shu hadaf qo'lga kelmaydi. Shu haysiyatdan so'zlovchilar komilan boyat shaxsi qobil e'timod bo'lsa va uchinchi mavzuga siz aytdingiz mudiriyat bo'lsin. So'zlovchilarga mudiriyat qilishlik, ya'ni mudiriyati komil bo'lishligi ham zarur. Baxotirki mudiriyat qilmasa, boz ham aytdik, so'zlovchilarga bir maqomning tarafidan tayin bo'ladi. Dar haqiqat bular bir manbai xos, yoyinki bir fardiki
باید همه فکر و روح و روان مردم ده حفاظت قصه، یعنی چوفان روح و روان مردم یا اینکه آرامش بیرش لکه اول ترین سبب شو سوزلوچلر کن شو حیثیتن اگر مدیریت بومسه بولد بعض افراد یا اینکه بعض اهل رسانه های خصوصی یعنی بروزلر که هر که من بر اهل رسانه بوگن، هر که من بر شخص که بر گوشه منم، بر تلفن منم، بر رسانه وزگت توزد کنی کن بر مدیریت خاصه بومسه مردم پریشان بولاده، هر قسم جامعه هر قسم افراد تافلاده شو جهتن مدیریت قلشلگه هم بر سوزلوچگه کاملا ضروری کن. کو بخش مفتی صاحب sizde nokta nazaringizdan so'zlovchilarda ravobiti boyad xabarnigorlar va rasonalar manam nima raqam bo'lsa do'stona, o'rtoqona yo hirfaviy bo'lsa. بله برادر عزیز، سوزلوچلردن ارتباط اهل رسانه منم یا اینکه عام مردم منم هم صمیمی بولشلغه شرط و هم حرفوی بولشلغه شرط. صمیمی بولشلغه شرط لگه شد که اگر صمیمی بومسه دوستانه بومسه حتما مشکل ایجاد بولاده. مشکل به معنی که اگر صمیمیت بومسه هیچ وقت مردمنن حالاتنه یا اهل رسانانین مشکلاتنه درک کمیده یا اینکه اولار اهل رسانه سوزلوچلرگه که در حقیقت بر مقام یا بر نهاتن طرفدن که تعیین بوگن شو حالاتنه ایتکزل میده. شو ایستن بولار من صمیمانه بولشلغه دوستانه حرکت قلشلغه هم شرط، اما حرفوی بولشلغه هم شرط. حرفوی چون حرفوی به معنای است که خدا ناخواسته چال و نیرم قصه مردم دو اللسه بگه بیمست، اما حرفوی بولشلغه به معنی که باید اصول و قواعد شو سوزلوچی بولشلختن آگاه بوسه. شو حیثیتن اگر بر پرانتز یا اینکه بر جمله معترضه هستک بزلار وقتی که تعیین بولشلقه اراده قلد که سوزلوچی مقام ولایت تعیین بوسک حاج والا صاحب طرفدن بزلارگه دن سوال بولده که آیا سیزدن تحصیلینگیز خبرنگارlik بارگه یا اینکه سوزلوچی بارگه خیرگه بوگن. bizlarning چون سند تحصیلی خبرنگارligimiz هم ایرانده، یعنی مدرسه خوشنام دارالعلوم زاهدانده bizlar خبرنگارlik بارگه رسانه شناسlik بارگه بریل تحصیل کردنimiz شو حیثیتن bizlardan bir شرط قبولیتimiz شو بوده که باید حرفوی یعنی اصول و قواعد خبرنگاردن کاملا آگاه بوسک. یا سابق هم دوست مزباره که مراد صاحب اول هم bizlar منم هم کلاس ایده یا اینکه باشقا مقامات وزارت دفاع بار خوارزمی صاحب bizlar منم هم کلاس یا همزمان شو صنفکا تحصیل قبیده، یعنی bizlar هممز سخنگوی یا سوزلوچی تعیین بولامز باید حرفوی بوسک، یعنی شو بخشکا کاملا تعلیم و تحصیل کرده بوسک بول هم شرط کن. بله. بولاد رشته تحصیلingizdan ko'proq aytsangiz hurmatli mufti صاحب qaysi rishtadan forig' bo'lgansiz? بله برادر عزیز لطف قلاسیز bizlar اصلا تخصص یا اینکه به اصطلاح مردمگه فارغ تحصیل دوره حدیث یا اینکه بروز اماراتین زمانگه ماستر خواجه‌دوکو مدرسه استن دارالعلوم جوزجان مدرسه استن مفتی صاحب قرشینگ آلدن فارغ بودنمز و تخصص دکترامز هم تفسیرگه و همچنان ادبیات فارسی و روزنامه‌نگارlik ایراندن تحصیل کردنمز و وقتی فارغ بولب جامعه تقدیم بولدک و تقریبا شو زمانگه اینده اگر اصطلاح عامیانه صحبت قسک به نام دکترا آتانده، دکترای تفسیر و علوم قرآنی و همچنان ادبیات فارسی و روزنامه‌نگاری. کو بخش البته ژورنالیسم ادبیات منم لازم ملزم. بله حتما و حتما، چون اگر ادبیات بومسه صحبت بومسه هرگز ژورنالیسم هم بولل میده، چون مردمگه افهام و تفهیم شرط، مردمن گفنه بلسه مردمده گفدن شو آنچه که لازم اونو مردمگه بلدرش لگه ادبیات حتما و حتما شرط کن. Katakon rahmat mufti صاحب mendan aytib o'tsangiz ki shu so'zlovchilarda bo'lishligi albatta yaxshiroq itloo mardimga yo xalqimizga jetkizish uchun qancha ahamiyati bor? بله برادر عزیز، سوزلوچیning bo'lishligi har bir جامعه ضرور. البته در حقیقت جامعهning so'zlovchisi
Omi mardumning so'zlovchisi ahli rasona bo'ladi. Bale. Chun bizlar rasonashunosga bir mavzu bor aytadiki, ahli rasona mardumning ko'zi, mardumning qulog'i. Ya'ni mardumning har bir hadafi bo'lsa, shular eshitadi va mardumning hadafini maqomatga yoki hukumatga shular yetkazadi. Bale. Shu haysiatdan so'zlovchi umumiy ahli rasona. Bale. Ammo bir maqomat yoki bir hukumatga ham bir so'zlovchi zarur bo'lishligi hatmiy. Bu xotirki agar so'zlovchi muayyan tayin bo'lgan bo'lmasa yoki bir fardiki unga so'zlovchilik, irtibot berishlik agar vazifai mushaqqas tayin bo'lgan bo'lmasa, shoyat xeyli faoliyatlar, xeyli tasmimotlar, xeyli bir ishlar hukumat tomonidan anjom topadi, mardum ogoh bo'lmasa. Chun odatan odamning o'zining vaqti vazifasi bo'lsa yaxshi yetishadi. Vazifa bo'lmasa, zimni vazifa digarga agar xolasakki bu vazifani ham anjom bersak, xeyli vaqt shoyat anjom bersak, ba'zi ovqat tasohul yoki chashmpo'shlik keladi. Shu haysiatdan so'zlovchining bo'lishligi bir hukumatga ham lozim va zaruriy ekan. Bale. Siz bu unvoni Samangon maqomini so'zlovchisi qancha rasonalar manam va Samangon xabarnigorlari yo tashqari viloyat xabarnigorlari manam irtibotgasiz va hamohanglingiz bor? Bale, bizlar baqadar tavon ko'shish qilibmiz, har zamon ham daroyinda ham ko'shish qilamiz. Samangon mardumi manam, Samangon ahli rasonalari manam irtibotimiz xos bo'lsa. Baxotirki bizlar hammamiz bir millat, bir mayhan va bir jo'grafiyada zindalik qilamiz. Va ziyoda bir bu ma'noki bizlar so'zlovchi bir hukumat bo'lsak, dard va g'am andoy shu millatga ham sharikmiz. Va anduh va g'am millatni yo mushkulot mardumda bizlar yetishamiz, bizlarning qulog'imizga eshitiladi yo bizlar maqomatga yetishtiramiz. Zamoniki ahli rasona bizlar bilan hamkor bo'lsa, chun ahli rasona har ko'cha va har bozorda bo'ladi. Va bizlar yetishalmagan yerga ular yetishadi. Shu haysiyatdan bizlar hamisha xostimiz shuki ahli rasona manam shu dar haqiqat agar aytsak mardumning qulog'i manam, mardumning ko'zi manam, mardumning tili manam hamisha irtibotda bo'lsak va ularda o'z pahlimizga saqlagan bo'lsak. Ko'p yaxshi. Oya e'tilolar o'z paytiga, o'z vaqtiga rasonalar bilan sherik bo'laman? Bale, bizlar ko'shish qilibmiz har zamon ham itloatlar boyat mardum ahli rasona ham sharik bo'lsa, ahli rasona uchun shu oni vohidda mardumga yetishtirsa, va xotirki ahli rasona toza ham aytdiki, mardumning so'zlovchisi, mardumning go'shi qulog'i ahli rasona ekan. Bular ogoh bo'lsa, to mardumni ogoh qilsa, shu haysiatdan bularga xabarlarda ko'shish qilamiz, shu vaqtga, shu soatga yetkazsak. Mana shu jalasot faoliyatlarga maqom olatdan bo'ladi. Bizlar shu soat jalasa xolos bo'ldi, shu soatga rasonalarga sharik qilamiz. Boz ham ba'zi mavzuotga albatta ta'attul bo'ladi yo bir andaki zamon farq qiladi. Binobar ba'zi lavozim yo ba'zi luzumdidhoy maqomat ular ham o'z joyigasi bor. Boyat ham bir muddat ulardan hifozat bo'lsa, bu xotir masoili hukumatdori. Shunday aytingizki, e'tilolar o'z paytiga rasonalar bilan sherik bo'ladi. Qaysi yo'l, qaysi mexanizm tariqdan? Bale, rasonalar manam sharik bo'lishligi alhamdulillah rasonalardan uchun irtiboti komilan bizlar manam muhkam hamisha irtibotdamiz. Va shu soatga ba'zi mavorid keladiki, boyat bizlar ahli rasona televiziya millining da bor do'stlarda yoki boshqa rasonai xususida bor do'stlarda hamohang bo'lamiz qabl az voqi, qabl az ittifoqatki, faoliyatki boyat bizlar bilan hamroh bo'lsa, komilan mustanadsozi qilsa va komilan mardumga yetkazsa. Ammo ba'zi mavoridki zamina musoid bo'lmaydi, bizlar ahli rasonani faolimizga olsak, bu holatda bizlarning o'zimiz ham dar haqiqat bir rasonamiz va bizning ham hamkorimiz bor. Katbi va hamchinon bo mustanadi komil rasonalarning ixtiyoriga az tariqi rasonai xususiy yoki guruhai WhatsApp yo Telegram yo hamchinon safai X ki maqom tarafidan tayin bo'lgan bizlar nashr qilamiz va rasonalar hamisha mutavajjihki bizlarning maqom tarafiga safai X ki tayin bo'lgan u safaga nima nashr bo'ladi yoki kanalhay WhatsApp va kanalhay Telegrami ki maqom tarafidan bor bularga nima nashr bo'ladi. Alhamdulillah ahli rasonai Samangon ham hamisha ogoh. Bizlar itminonimiz borki, har bir vaqt, har bir xabarda qo'ysak shu holatga yetishibdi va yetishadi. Bular ham bizning safohatimizni hamisha dumbol qilibdi. Ko'p yaxshi. Samangon viloyatini xabarnigor va rasonalarini
qiyinchiligi rafa bo'lsa, oyo o'tirishlar, nishastlaringiz ham bormi? Shu zamonga ham bizlar bir necha vaqt ilgari ham bir jalasa umumimiz bor ediki, bir hamma ahli rasonani jamlab hamroy maqomat manam Hoji Munsif bilan bir nishast berdik va hamchinon bir necha vaqt ilgari Riyosat Itloat va Farhang ham bir jalasa barguzor qilib edi va ko'shish qilibmiz hamisha mushkulot ahli rasonani eshitsak va mushkulot ahli rasonani ham maqomatga yetkazib va baxotir raf'i mushkulot ahli rasona talosh qilsak. Xo'xomoxo mushkulot bor. Mushkulot ahmiy jamiyada bor, ahli rasonada ham bor, ammo ko'shish shunaki boyat bizlar va maqomat bo jiryoni maqomat baxotir raf'i mushkulot ahli rasona ishlasak va xizmat qilsak. Ko'p yaxshi. Samangon viloyatga rasonalar nima raqam vaziyati, oyo ozodiy bayon rioyat bo'laman? Bale birodar aziz, ozodiy bayon dar haqiqat ikki tavjisi bor. Bir ozodiy bayon bu ma'noki aytsak, ozodiy bayon yana har kim, har shaxs o'z polisiga, o'z harakatiga, o'z fikriyasiga ozodiy bayon bo'lsa va mardumning zehnini, mardumning fikrini, mardumning harakatini maqtush qilsa, mardumning fikri, ruh ravonini maqtush qilsa, bu ma'no emas. Bu ma'no hech vaqt ham ozodiy bayon na shariat va islomiy na hukumat islomi xohoni bu ozodiy bayon emas. Bir ozodiy bayon ki ba ma'noy bayoni voqeiyat, bayoni mushkulot mardum, bayoni holat mardum, bayoni xadamot va faoliyat hukumat ya bayoni susti, xudo noxasta susti va takosul hukumat, bu ma'no kamilan ozod va hamisha ozod ekan va hamisha ozod bo'ladi va bu ma'no hech vaqt ham ahli rasonadan olingan yo'q va olinmaydi ekan. Kattakon rahmat sizdan, hurmatli mufti sahib. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizion Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari, ayni paytda yetdik oxiri o'zbek dasturimizga. Hurmatli mufti sahib, aytayotganingizni va payomingizni eshitamiz. Bale, bizlar ham baynvoni bir so'zlovchi yoyinki baynvoni bir suxango'y maqom viloyat hamma millati Samangandan va hamma aqshor muxtalif millati Samangandan istaymizki hamisha bedor bo'lsinlar, hamisha talosh qilsinlar be xotir peshrafт va be xotir tamaddun, be xotir bu ki hamma millat Samangan boyat bir joygoy aslisini dubora qo'lga olsa. Bizlar mushkulotimiz bor ekan har zamonda, xususan bu 40-50 yil inqilobga va zadoxo'rd otash bu zamonlarda mushkulot ko'p kelgan ekan. Xususan millat Samangan har bir zaminaga ko'p talosh qilibdi, ammo u mavqiyat asliki boyat bo'lsa hanuz ham qo'lga olgan emas. Bular ko'pdan ko'p talosh qilsa va o'z holatini, o'z mavqiyat aslisini dubora qo'lga olsa va oxiriga o'zbek millatidan ham islaymizki chunonki mana shu 20 yil jihodga 50% ya'ni 50% talosh qildi va jihod Samanga sahim edi. Bundan keyin ham مثل اینکه 50% شهید شهدای 20 جلده بلار تشکیل برده، مجاهدین بلار تشکیل برده و منن که این بقای نظامگاه هم بلار کوبرک تلاش کسه و بلار کوبرک شو جایگاسنه یا اینکه شو خدماتنین حاصلگه همیشه باقی قالشلغسن کوبتن کوب تلاش قلشلغنه استیمم بلاردن هم. Kattakon rahmat huzuringizdan, hurmatli mufti sahib, o'zbek dasturimizga. Salomat bo'ling, sahih. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizion Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari, bu majma o'zbek dasturimiz Samangon viloyatidan albatta rasonalar va xabarnigorlar avzosidan sizlarga o'zbek dastur tarqatdik va sizlardan ham kattakon rahmat deyamizki, avval o'zbek dasturimizdan to oxiri o'zbek dasturimizga bizlar bilan bordilaringiz va bu o'zbek dasturida ko'rdilaringiz va sizlardan ham kattakon rahmat. Sog' amon qolingizlar, boshqa avqonlaringiz yaxshi. Xudo hafizi nosirlaringiz.